boyagi tayyor 3 xonali bitta kvartira topib qo'ydim sizga. Mebel texnikasi bilan tayyor remontdan chiqqan. Qani ko'rib chiqamiz. Narxini ham sirasi aytib ketaman. Qarang. 3 xona Yakkasaroy tumani, Bobur ko'chada joylashgan. Barcha mebel texnikasi bilan ushbu uyimizning narxi 125 ming dollar. Zal qismini ko'rib turibsiz. Juda chiroyli remont qilingan, pardalargacha ilib qo'yibdilar. Hamma narsasi qoladi. Mebellarni ham yangi olib kelib qo'ydim deyaptilar, okey? Mana koridorimizni ham kattaligini qarang. Koridor katta uylar menga rosa yoqadi. Sizga yoqadimi? Shuni ham yozib keting. Bu detskiy xonamizga bitta kravat qo'yibdilar. Pardalar qo'yilgan, juda chiroyli ta'mirdan chiqqan, risunkalar bor. Xo'sh, bo'tga bitta shkop tashab ketibdilar. Mabodo biznes qilaman, arenda qo'yaman desiz ham 7-8 dollar oyiga indamasdan kelib turadi. Shunda turishini berib yuborasiz. Qolgan narsa o'zinikini olib keladi. Bu spalnigimiz. Bu yerda ham o'zining shkopi bor. Juda ham zo'r remontda. Yashayman desangiz ham, biznes qilaman desangiz ham lokatsiya bo'lmaydi. Prixoshkamizni qarang, kattagina shkoplar yasatilgan. Xo'sh, bu yerda hojatxonamiz joylashgan. Lokatsiyani yana bir bor tushuntiraman. Yakkasaroy tumani, Bobur ko'cha 3 xonali mebel texnikasi bilan ushbu kvartiramizning narxi 125 ming. Kelishadigan joyi ham bor. Aloqaga chiqing. Oshxonamizning ranglarini qarang. Hamma mebel, kerakli mebel texnikalar qo'yilgan. Bitta xolodilnik ko'rinmadi. Boshqa bitta xolodilnik joylashgan. Okey. Ko'chasini qarang. Yashayman siz ham o'rtasiga shunday ziyonli zona, park joylashgan. Bosib o'radigan joyi. Yoqqan bo'lsa, yoqdi deb yozib qo'ying. Yana sizga qanaqa uylar ko'rsatishimizni xohlasanglar, opisiyaga yozib ketinglar.